Siz ham yangi yil dasturxoni uchun o'zgacha salat qidiryapsizmi? Unda mana bu salatdan bitta tayyorlab ko'ring. Bizga xuddi videodagidek qolip hamda o'rtasi uchun stakan kerak bo'ladi. Opsioniyada yozib qoldirgan mahsulotlarimizni hammasini qaynatib hamda to'g'rab, ketma-ketlikda xuddi videodagidek terib chiqamiz. Har birini orasiga mayonez surish esingizdan chiqmasin. Salatingiz bir tekis chiqishi uchun xuddi videodagidek ustini bosib chiqishingiz lozim. Xohishga ko'ra tovuq filesi hamda qaynatilgan tuxum solishingiz mumkin. Istasangiz tovuq filesini o'rniga kopchonli kolbasa solishingiz ham mumkin. Qaynatilgan tuxumni o'rniga qovurilgan tuxum solishingiz ham mumkin. Men ham tovuq ham kolbasa solishga qaror qildim. Barcha mahsulotlarimizni terib chiqqanimizdan so'ng ustiga yana bir marta mayonez surib chiqamiz. Mayonezni yaxshilab surib chiqqanimdan so'ng ustiga jo'xori yoki bo'lmasa xohishga ko'ra garoq solishingiz ham mumkin. 1 soat davomida xolodilnikka qo'yamiz hamda ustini xohishga ko'ra bezatamiz. Ustini mana shunday bezaganim uchun men yangi yil salati deya nomladim. Ushbu salatni siz qanday nomlagan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring.